Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorli to'r suhbatining 6-chi qatimi suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi programmamizda Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Yashar Yalqun biz bilan birga. Hurmatli Yashar Yalqun efendim, bugungi programmamizga vaqt ajratib keldiğiniz için xush bo'ldim. Xush keldiniz. Rahmat. Men bu programma qatnashganimdan siz bilan ko'rishmalar bilan yuz ko'rishganimdan nihoyat xursand bo'ldim, xursand bo'ldim. Vaqt munosabati men savolim udilib kiray. Sizni yaqindan bir tanigan bo'lsa, o'zingizni bir tanishtirgan bo'lsangiz, nihoyat qisqa bir tanishtirsangiz. Mening ismim Yashar Yalqun. Men 1990-yili Urumchining Sharq Turkistondagi Urumchi shahrida dunyoga kelgan. Vatanda oliy maktab o'qishimni bitgandan keyin o'tkilarning yo'l menish yordam qilish bilan bir o'qish fursati bilan Vengriyaga chiqdim 2012-yili. 2012-yili Vengriyaga chiqqandan keyin 1 yil turgandan keyin 2013-yilning oxiri Belgiyaga yetib keldim. Hem hozirgacha Belgiyada yashayapman, ham Belgiyada aktiv siyosiy faoliyat olib beryapman. Rahmat. Siz Yevropaning markazida Belgiyada turyapsiz. Bu jarayon nurg'un da'volarni olib beryapsiz, hukumatlarga ko'rishish va Yevropaning har qaysi yerlariga ketdingiz, buni ko'rib turibdimiz. Bu jarayon qilgan barliq bir faoliyatlaringizni azab biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz, agar qiyinchiliklarga uchragan bo'lsangiz, bularning hammasini biz bilan qisqacha o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Buldu. Belgiyada men ilib borgan barliq shu siyosiy xizmatlarda Belgiya Uyg'ur jamiyati bilan birga ham dunyo qurultiyi bilan hamda shundaqla boshqa barliq Uyg'ur tashkilotlar bilan tang ilib borgan hamda o'zim shaxsiy ilib borgan nurg'un harakatlar va buning ichida mayli namoyishlar bo'lsin, ya bo'lmasa Uyg'ur masalalarini Yevropa darajasiga ko'tarish, ya bo'lmasa texnik cho'nqur qatlamda Belgiyaningki jumladan Yevropaningki siyosiy sahnalariga chiqishda mushningda tirishchilik ko'rsatdik, ham xizmat qildik. Buningda bizdan Belgiyada biz bilan tang ishlaydigan dunyo qurultiyi Belgiya Uyg'ur jamiyatidan boshqa hamda vakolatsiz millatlar tashkilotimi biz bilan nurg'un hamkorliklarni olib bordi. Albatta buning bilan bir vaqtda nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi. Masalan, biz bilamiz Yevropadagi tangdan ko'p davlatlar Xitoy bilan munosabati nihoyat yaxshi. Mush davlatlar bilan biz nurg'un vaqtlarda hukumat qatlam yuqori qatlamda ko'rishlarni olib borgan vaqtlarimizda Xitoyningki tahdidniki Xitoyning qo'lining har yerlargacha uzra oladiganligini biz his qilib tunib yetdik. Hamda ularning gap so'zlaridan ularning nihoyat tangliklikni hamda o'zininki kishilik huquq jihatdan bo'lsin, ya bo'lmasa Uyg'ur millatiga bo'lgan yesdoshligidan bo'lsin, ya bo'lmasa dunyoning mushtaq siyosiy yo'linishdan bo'lsin, har turli jihatlardan bizga nurg'un yordamlarni qilishwa, nurg'un gaplarni qilishwa, ammo lekin ularmi o'zining davlat manfaatini, o'zining davlatining o'rni va iqtisodiy kuchi, shundaqla Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy bog'lanish taraflik nurg'un sabablar bilan o'zining ko'nglida o'ylagan yordamlarni bizga qilolmasligi mumkin. Ammo lekin qanday bo'lmasin, bu davoni texnik cho'nqur anglitishga Xitoyningki aynan qanday bir davlatligini, ularning abdibashirisini texnik mush Yevropadagi har bir davlatlarga ichib berishga bu yo'lda yana to'xtamay yana izlanib mangmiz hamda bu yo'lda mangmiz. Rahmat. Siz bu faoliyatni olib berish jarayonlarida tajribali bo'ldingiz deb o'ylayman. O'zingizning shu faoliyatingizni loyiq shu tajribalaringiz bor. Shu tajribalaringizni biz bilan chiqqan saboqlaringiz biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz, nimalarni qilganda, ya'ni nimalar yetarli bo'lmadi, nimalarni qilmaslik kerak ekan, bu bizga ozroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu jarayonda albatta yakunlangan nurg'un tajribalar va nurg'unlagan saboqlar va hamda xato bo'lgan qadamlar bo'lib qolish mumkin, balki xato so'zlab qo'ygan gaplar bo'lib qolish mumkin. Buningda bizning eng diqqat qiladigan narsalarimizning birisi, biz cho'qim o'zimizni bular bilan bir barobar o'zimizni bir siyosiy kuch, siyosiy kollektiv deb tunishimiz kerakligini men o'zimning turmush xizmat jarayonlarida men buni to'liq tunib yetdim. Masalan, 20 yil burungi bizningki hukumat amaldorlar bilan ko'rishdagi uslublarimiz, shular bilan ko'rishdagi so'z qilish san'atlarimiz bilan hozirgi osmon zamin farqlandi. Chunki shu bizning 20-30 yilning yoqisi muajirat haqiqiy Yevropaga akab g'arb davlatlariga davoni anglitib, ta hozir qadar nurg'un ter to'kkan shu bizning
peshqadamlarimiz bu Uyg'urlarning davosini yuksak bir darajaga ko'tarildi. Ya'ni butun xalqaro rasmiy bir siyosiy sahnada bir mush davo bir rasmiy bir xalqaro siyosiy sahnaga ko'tarildi. Biz cho'qim hozirdan boshlab o'zimning tajribasi va ta'siroti biz o'zimizni hargizmi boshqalardan bir o'rin tuvan ya bo'lmasa boshqalardan bir xil yalvurgandek ya bo'lmasa bir nima talab qilgandek so'ragandek bir xil passiv holat emas, balki haqiqiy bir siyosiy o'rnimizda turib bir davlatningki bir millatning ishini qilayotgan bir siyosatdagi barobarlik bilan ular bilan ilib borgan dialoglar meningcha texmo yaxshi bo'ladi ham texmo utuqliq bo'ladi deb o'ylayman. Shaxsan mening mush jihatlardagi fikrlarim. Ya'ni meningcha anandan bizning eng muhim bir diqqat qiladigan ishlarimiz albatta o'zimizning mushu tashviqot kuchlariga diqqat qilishimiz kerak. Chunki Xitoylar nurg'unlagan Yevropada bo'libmi, nurg'un bizga tashviqotlarni qiladi. Ya'ni nurg'un bizning Uyg'urlarning obrazini tugashtiradigan, ya'ni Uyg'urlarningki masalan nurg'un qarchaplaydi-da endi bizga. Shunga biz cho'qim mushundaq Xitoylarningki ta'tir tashviqotidan foydalanib, uningdan aqlli holatda texmi uningda ustunlik va boshqa bir taktikalar bilan texmi muvofiq uslublar bilan ularga qaytarma mushtaq tashviqot urushida bir tashviqot urushiga diqqat qilishimiz kerak. Hamda haqiqatan Xitoyning shu tashviqotlari Yevropadagi jumladan g'arb allaridagi normal fuqarolar va siyosiyonlarga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadiganini men ko'rib yetdim. Ya'ni o'zimning xizmat tajribalarida. Siz o'zingizni ham yosh bu davo qilish jarayoni cho'qim yoshlar bilan uchrashib qildingiz. Bu yoshlar hozir aktiv davo kirayotganlar kirsak deydiganlar sizningcha bu yoshlar o'zlarini qanday yetildirish kerak? Qaysi tarafdan o'zi to'liq tarbiyalanib yetildirgandan keyin davo kirish kerak? Davo kirganlarmi nimalarga diqqat qilish kerak? Masalan, o'zini yetildirdi degan vaqtda siz masalan o'zingizni shu yana tildan boshqa ingliz tilingizni yaxshi har tarafdan qanday o'zini yetildirish kerak? Rahmat. Bizlar o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ldi, yaxshi savol bo'ldi. Menimcha o'zimning tajribalarini elib aytay endi. Men o'zimni bir yosh bo'lganligim uchun shuni balkim nurg'unlagan tajribalarni deb bermasligim mumkin, ammo o'zimning beshida o'tganlarini deb bersam, har qanday bir masalan hozir biz deymiz dunyodagi da'vo bo'lsin, Uyg'urlarningki mushu siyosiy da'vosi borgan sari yoshlashib menyapti hamda nurg'un yoshlarga ehtiyoj bo'lib hozirgi vaziyatda haqiqatan yoshlarga ehtiyojliq biz. Bunda bir ahvol ostida albatta bu da'voga kirma deydigan, intilma deydigan nurg'un yosh qarindoshlarimiz bor. Ammo lekin mush yoshlarga birinchi tavsiya qildiganim da'voga kirishdan burun boshda cho'qim o'zinglarni bir tunishinglar kerak. Men nima ish qila olayman, mening aloyidligim nima deb. Chunki nurg'un yosh qarindoshlarimizda ularning ideyasi borki, bu da'vo siyosat bilan mutlaq 100% bog'lanishli deb o'ylaydi-ku. Ammo biz deymiz, keng ko'lamda aytgan vaqtda muhojiratga Sharq Turkiston da'vosi siyosiy da'vo faqat buning bir bo'ligi ham qismi deb o'ylayman. Chunki bizga nurg'unlagan talant egalari lozim. Har turli, har jihatlardan. Chunki bu hozir biz muhojirat yashayotganlik qisqa ko'z oldimizdan desak, hozir 70 yildan oshdi. Endi bu da'vo yana qanchalik davomlashadi? Endi Xudoyim bo'lsa inshaalloh at vatanimiz ozod bo'lib ketdi. Agar unda bo'lmay qolsa-chi, bu yo'l uzargan sari bizga texmi mustahkam, texmi bilimli odamlar bu safda bo'lishiga ehtiyoj tug'ildi. Bunda ahvol ostida mayli siyosat iqtidori bo'lsin, ya mayli tarixda, iqtisodda, jug'rafiyada, ma'rifda, fan texnikada har qaysi sohalarda o'ziningki shu sohadagi iqtidorlarini o'qigan bilimlarini shu da'voning shu bo'ligiga o'zining manfaatini yetkaza olsa, menimcha bu yoshlarningki da'vo kirishdagi eng muhim hamda eng unumli uslub deb o'ylayman. Chunki agar bir axborotda, mediada o'qigan bir Uyg'ur yosh Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, men da'voga kirma deb, endi bu apripli buni siyosat chiqib qo'ysa, ya bo'lmasa buni aprib, ya bo'lmasa bir tarix, ya bo'lmasa bir material yozdigan yer qo'yib qo'ysa, bu balkim bu ishni qilamasligi mumkin. Hamda o'zimi bu zerikish mumkin. Shuning uchun har odam o'ziningki shu aloyidligi bo'yicha da'voga kirsa, menimcha bu yoshlar qildigan birinchi tavsiyam. Hamma odamning siyosat qilish zaruriyati yo'q. Chunki jang maydonidami hamma odam askar emas.
asker bo'ldi, qo'mondan bo'ldi, keyni safda tomoq yetadigan odam bo'ldi, yardorlarni qutuldiradigan odam bo'ldi, minalarni tozalaydigan askarlar bo'ldi, havo yo'lida askar bo'ldi, suv yo'lida, quruqlikda, har turli yerda shuningga hargizmi bu davoni cho'qim ma'lum bir kichik nuqtaga, tar yo'lga qistig'anlik hozirgi men o'zimning atrofidagi nurg'un yosh do'stlarim, birodarlarimdan mushkil masalalarni ko'ryapman. Masalan, nurg'un yuqori unvonlarda o'qigan qarindoshlarim bor, ammo lekin ularning o'qigan bilimlarini davoning ichida to'kib qilib haqiqiy ishlatilmayotdi. Masalan, agar jug'rafiyada ilmlar bo'lsa, masalan shu kamplarning o'rinlarini, shu Xitoylarning shu jazo lagerining o'rinlarini chet ellik tepaganning o'rniga balkim biz Uyg'ur yoshlarmi o'zining texnikalari bilan topalish kerak aslida. Nurg'un tarixiy materiallarni biz boshqa nurg'un yerlardan izlagandan shu tarixshunos o'zimizniki shu yoshlarimiz shu narsalarni topalish kerak, bilish kerak. Bu faqat bir tipik misollar. Shuning uchun yoshlarningki eng muhim qadami shu o'zininki aloyligi bilan bu da'vo kirish. Menimcha mushuni qila olgan vaqtda bu da'vo mo'llashidi hamda yoshlarga sahna naqadar cho'ng, naqadar buyuk deb o'ylayman. Rahmat. O'zingizning tajribangiz bo'yicha yoshlar bilan aralash jarayonida o'zingizning ko'rgan, yo'liqqan yoshlar qanday bo'lishi kerak deganlarni deb berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Demak, yoshlar haqiqatan bizning boyligimiz. Bu da'vo vatanimiz inshaalloh tez orada qo'limizga kelsin, mustaqilligimiz tez orada qo'limizga kelsin. Agar undaq bo'lmay qolganda bu da'vo uzun da'vo yoshlarimizga ehtiyojimiz bor. Hamda bu da'vo kirgan yoshlarimizning bu da'vo ichida bo'lgan asldagi peshqadamlari bilan qanday birlashib xizmatlarni olib berish kerak sizningcha? Bu to'g'ri ozroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Nayt yaxshi hamda murakkab bir savol bo'ldi haqiqatan. Hamda hozir haqiqatan chunki samimiy elib aytgan vaqtda biz ko'ryapmiz shu da'vo sepimizdagi nurg'un yoshlarningki albatta yoshlar iqtidorli bo'ldi, jangovar bo'ldi, qini qiziq bo'ldi, oldin ilgarilab sakrab mangdigan tez holatda bir natijalarni hosil qiladigan shunday bir intilish ro'y bo'ldi. Ammo lekin bizning nurg'un da'vodagi yosh qarindoshlarimiz bu xil ruhlarni to'g'ri uslubda, to'g'ri yo'sinda ifodalay, balki bizning qo'lga keltirgan natijalarimizga qisman jihatda ta'sir yetkazadigan ahvollarmi buningga yuz beryapti hamda. Bu xuddi bir misol olsak, hamda misol olmay men tavsiya qilsam, masalan bir o'zimningki shaxsan bir ko'ngil so'zni aytsam shu yosh bolalarga, yosh qarindoshlarga bu da'vo bugunla paydo bo'lib qolgan da'vo emas. Bu xalqaro vaziyatmi, bu bir kunda hosil bo'lib qolgan, shakllanib qolgan xalqaro vaziyat emas. Biz yoshlarningki bu da'voga kirib birinchi qiladigan ishimiz bu da'vo tarixini o'rganish. Da'vo tarixi degan gap shu muajiratdagi bizning Sharq Turkiston 2-Cumhuriyati Xitoy tarafidan besib olingandan keyin shu zaman besib olingandan keyingi muajiratdan boshlangan da'vo tarixini cho'qim o'rganish kerak. Bu har bir men da'voga kuch chiqarma, siyosatning yo'lida mangma, hamda shu da'voda mangu shu Uyg'urlar bilan bir saf bo'lma deydigan har bir qarindoshningki cho'qim o'rganish tegishlik bir nuqtasi. Ularni o'rgangandan keyin, anandan keyin bu endi da'voning peshqadamlariga shiltin atmaydigan, manda bir o'zini to'g'ri o'rin qo'ya oladigan, anandan keyin bir qobiliyat hosil bo'ladigan gap. Chunki 20-30 yil mobayni shu g'arb dunyosiga kelgan Sharq Turkiston da'vosi 20-30 yil mobayni qanchilgan bizning peshqadamlarimiz qon terlari bilan u vaqtdagi da'vo hozirgi da'vo emas. Hozirgi da'voda pul desi pul va manba desi manba va yo'l desi yo'l va hatto burun balkim 15 yil 20 yil burun biz uxlab tushimizdimi biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin yo bo'lmasa Yevropa ittifoqligining ichida o'tirib shu biz xabarlarni ko'radigan odamlar bilan yuzma-yuz o'tirib dialog ilib bora oladigan hatto biz yoshlarga shunday bir fursat kelishini balkim biz o'ylab boqmagandik. Endi nurg'un yoshlar masalan mening atrofimda bor shunday o'zimning do'st og'inlari bo'lmasa ular o'ylaydiki bu hozir xalqaro vaziyat shunday bir shu davlatlarning ehtiyojini shunday shakllantirib qo'ydi deb o'ylaydiki. Ammo lekin bu tubdan xato. Bugungi mushtaq da'voninki mush g'arb allaridagi qulaylik mush darajaga kelishi
Dal şu 20-30 yıl mabayni şu peshqadam bizning da'vochilarimiz qadamma-qadam 10 ishni usib, bir ishni ichib, 100 odam bilan ko'rishib, bir odamga gap qila olib, mushundaq ahvol ostida anandan keyin bugungi kunga kelgan. Bugun muxbirlar, siyosatchilar, konsulxonalar bizni izlab ko'rishidi. Nima dadinglar va deb bizdan so'raydi. Ammo lekin shu ayni vaqtlarda bizning mush peshqadamlarimiz hamma odamning uyini chekib, konsulxonaning ishiga chekib, bizning dardimiz va anglab yiqinglar deydi. Shuning uchun yoshlarningki cho'qim o'zimizning da'vodagi o'rnini to'g'ri tepish. Bunda degandek jangovarlik, unda o't yuraklikni olg'a ilgirlaydigan, unda ruhni yo'qitib qo'yish emas, balki cho'nglardan ta'lim olgan bir vaqtda anandan o'zining ilg'or ideyalari bilan jug'urilib, texmi muvofiq holatda, texmi to'g'ri uslubda cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlab, bu yo'lda, bu da'voda texmi yaxshi xizmat qilishninki eng to'g'ri yo'li deb o'ylayman. Chunki hozir albatta nurg'un bizning g'arb ellarida tug'ilib o'silgan 2-chi, 3-chi avlod bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz ham da'vo sepida yetilyotidi, ham bo'lyotidi, hamda g'arbning ma'riflarini biz o'zimiz bilamiz, ular o'ziga ishonishni, o'zining manfaatini birinchi o'rin qo'yishni degan nurg'un ma'rif taraflardagi bizning an'anaviylarimizga nurg'un o'xshamasliklar bor. Shu tufaylidan nurg'un balkim yoshlarimiz bu yo'lda dastlab mangan vaqtida o'zining iqtidoriga ishonish hamda mendan boshqasi hammasi baka degandek mushundaq balkim ba'zan bir ikki utuqlardan keyin bir ikki muvaffaqiyat ularningki butun kallasini o'zini yo'qitib qo'yishga bir sababchi bo'lib qolgan mushundaq ahvollar bo'ldi. Mushundaq ahvollarda cho'qim o'zimizni tutib olib, o'zimizning qilgan mushun her vaqt esimizden chiqarmasaqlar bizning mayli nima ishni qilaylik, bu Sharq Turkistondagi bu da'vo yo'lida qilayotganimizning hammasi butun dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar uchun. Hargizmi ma falan uchun emas, ya dadam, ya opam, ya ukam, ya singlim emas. Hargizmi o'zimizning ota-onasi emas, balki o'zimizning ota-onasi bilan birga shu lagerlarda, shu zulm chekayotgan shu qarindoshlarimizmi dal bizga o'xshash farzandlarning ota-onalari hamda bizga o'xshash yosh ota-ona bo'lgan balkim ota-onalar bo'lishi mumkin, ularning farzandlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir Uyg'urni o'zimizning qon qarindishidek ko'rib, o'zimizning qo'lga keltirgan natijalarini keng qo'saqlik bilan qabul qilib, yana keng qo'saqlik bilan cho'nglardan o'rganib, yetarsizliklarni to'liqlab, anandan keyin qadam-qadam cho'nglarning qo'lini tang tutib turib, olg'a ilgirlab, anandan keyin bu kaltakni qo'limizga olmasak, bo'lmasa bu cho'nglar bilan yoshlarning o'tirsidimi bir g'ayrilik bir hosil bo'lib qolgan gap bu yerda. Anandan keyin yoshlarmi o'z oldiga ish qilamiz, cho'nglar bizning gapimizni anglamaydi deydigan gap. Bu yerda menimcha bir ikki Uyg'urning orasida bu muajiratdan, mushay, mushkunda, mushundaq azob chekayotgan vaqtimizda o'zimizning uydagilarning o'ylab ketganini, qanday o'g'ini bilmagan asosda bir ustalda o'tirib chiroyli gap qilish qila olmaydigan ishlar yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun cho'qim o'zimizning o'rnini yaxshi tepib, cho'nglardan anglaydiganni anglab, o'zimiz analiz qiladiganni analiz qilib, xato yerlari bo'lsa o'zimiz shallab, to'g'ri yerlari bo'lsa qabul qilib, amal va cho'nglarga butun hurmatimiz bilan bu da'voda turish mushu yoshlarningki eng diqqat qiladigan ishi. Ko'p rahmat Naiti, yaxshi bir gaplarni qilib berdingiz. Eng muhim shu cho'nglarning bir qilgan ishlarini muayyanlashtirish, ularga hurmat, ulardan o'rganish bu har qanday bir ishda mushundaq keladi. O'qituvchidan o'rganganga o'xshash, bilmagan o'qituvchidan so'ragan o'xshash. O'qituvchi bo'lmasa, siz hech qachon bu maktabni tugatolmaysiz. Qancha tirishchilik bo'lsa-mu, siz o'qituvchining yordamiga ehtiyojingiz bor. Hamda eng oxirida sizning butun yoshlarimizga, muhojiratdagi Uyg'urlarimizga qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Mening yoshlarga bo'lgan eng ko'nglimda degan bor yurak so'zim, Xudoboy deganga o'xshash, biz yoshlar mangu esimizda bo'lish kerakki, da'voni qiliplashtirib olmaylik. Da'voni faqat bir xil narsa deb o'ylab olmaylik. Agar pardaning oldiga o'tamisak, pardaning keyinda xizmat qilaylik. Agar iqtidorimiz bo'lmasa, iqtisodimizni beraylik. Agar iqtisodimiz bo'lmasa, vaqtimizni beraylik. Nima qilsak, bizning bu da'voga cho'qim bir foydamiz tegadi. Bo'lmasa namoyishlarga chiqaylik. Yüzünü itip çıkaylı. Şu bir Uygur kamqanmısın aşağıda.
bizda agar bizning mush bir turkum muajiratda agar bu milliy g'urur bilan vatanni suyar bu xil ruh bilan mush jangovarlik agar uzilib qolsa bizning keyingi avlodlarimizga bu ruhni kim yetkazdi? Shuning uchun hammamiz vijdonimiz tutib o'ylab boqaylik. Balkim ba'zan uydagilar bilan sog' salomat ko'rishayotgan yosh qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Balkim uydagilarining hozirgacha izderigi yo'q, kech kunduz ota-onasining urug' tuqqanlarining g'amini qilayotgan yoshlarimiz bo'lishi mumkin. Balkim mush siyosiy xizmatlar sababidan tufaylidan o'zining bir obdan tug'an uydagilar bo'lsin yo qanday bo'lsin uyga balo qazo olib kelgan mushta akvallar bo'lishi mumkin. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz yoshlar her bir muhaciratdagi Uyg'ur qarindishimizni o'zimizning qarindishi shu vatanning ichidagi qarindoshlar bilan vatanning sirtidagi qarindoshlarni o'zimizning o'xshashda barobar bilgan vaqtimizda anankin bu yo'lda texim yaxshi xizmat qila olamiz deb o'ylayman. Uningdan boshqa eng muhim narsa o'zimizni yo'qotib qo'ymaylik. Shuhratparazlik, shon sharaf, nom u faqatla vaqtlik narsa. O'lib ketimiz, go'riga ketolmaymiz. Eng muhimi yoshlarningki qalbida o'rnashini umid qilma. Bu nom, bu shon shuhratni hargizmi bir odam o'ziga o'z bermaydi. Bu yillardan mabayni tarixlarda isbotlangan narsa. Agar vatan millat uchun haqiqiy vijdoningizdan chiqarib ish qilma deydigansiz, meningcha shon shuhrat sizning qo'g'lishilgan narsangiz emas, balki men yana nima ish qila olayman degan narsa shu ko'nglingizdagi bir algı ilgirleydiğen türüt kuch bo'lishini umid qilaman. Hamda hammanglarningki bu yo'lda mush millatning milliy da'vo yo'lida, Sharq Turkistonning ozodlik yo'lida menga to'xtab qolmasliginglarni, atrofinglardagi do'st birodarlaringlarni da'vodan yiroq yaqin deydigan gap mavjud bo'lmaydi. Har bir muajiratga Uyg'urning o'zi da'voning bir qismi. Hech qaysimiz qutulib bo'lmaymiz, hech qaysimiz bu yo'ldan chekinib ketolmaymiz. Men da'vodan chiqib turay, kirib turay deydigan gap, bunda gap yo'q. Her bir muaciratdagi Uyg'ur mush da'voning bir qismi. Mayli qo'saqdagi baladan tortib, 80 yoshgacha cho'nglarimizdan tortib, hammamiz mush da'voning bir qismi. Shuning uchun atrofinglardagilarni mush da'voga, mush yo'lga texmi yaxshi yig'inglar, meninglar, aktivliginglarni ko'z tinglar. Bu da'voni o'zinglarning uyangdagilardan boshlagan bo'lsanglar, boshqalarning uydagilarimiz uchun da'vo qilinglar. O'zinglarning shaxsiy manfaati uchun boshlagan bo'lsanglar, bu manfaatinglar to'lgandan keyin anandan boshqalarning manfaati uchun da'vo qilinglar. Mayli qanday sabab sizni mushu yo'lga akirgan bo'lsin, ammo bu yo'ldan uzilmang ham davomlashtiring. Mana bu mening butun yoshlar deydigan yurak so'zim. Ko'pdan ko'p rahmat Yashar efendim. Yaxshi bir munozara, yaxshi bir programma bo'ldi. Hamda oldimizda hep kilovatıda sizden kurbaniyetiniz mübarek olsun. Hem de bütün muhaciretteki Uygurlarımızın kurbaniyeti mübarek olsun. İnşallah bu nurgul kurbaniyetlerimizde, bundaki kurbaniyetlerimizde şu güzel vatanımızda ötküzüşü nisip kılsın. Hemse müşerre sizler hoşlaşımız. Köpten köp rahmet. Sizin ama bundaki barlıq işleriniz oğuşluk olsun. Hem işlerinizde netice kazanışınızı ümit kılımı. Sizin köpten köp rahmet. Bu kıtım müştakil. Bir suhbat, münozara qiladigan bir fursat, bir so'rin yaratib berganingizga sizning bilan vaqtingizga ko'pdan ko'p rahmat. Albatta, inshaalloh uzun gapning qisqasi kelar yil Ammiyat bayramni, Navro'zni vatanimizda o'tkazishga nasib bo'lar. Xudoy buyursin. Rahmat. Hozircha Allohga omonat. Allohga omonat. Dedi kulumdur, dedim satar mısın? O dedi yap yap.